Agar Word dasturida Ctrl+C, V va Ctrl+Z tugmalari ishlamayotgan bo'lsa, quyidagilarni amalga oshiring. Chap tomonda File tugmasini bosing va u yerdan Options bo'limiga o'ting. Keyin Customize Regionga o'ting va Customize ni bosing. Bu joydan File tabda pastroqqa tushing va bu joydan File Save joyini toping. Bu joyda menda boya o'zgartirdim. Ctrl+S. Siz bu yerga boshqa tugmalarni yozishingiz mumkin. Masalan, Ctrl+Shift+S ni bosib Assign qilasiz. Va keyin buni olib tashlashingiz ham mumkin bo'ladi. Home tabga o'tasiz va bu joyda mana Edit Undo bu Ctrl+Z uchun biriktirilgan shortcut. Bu yerga o'sha Ctrl+Z ni bosasiz va Assign ni bosasiz. Select all Ctrl+A, replace Ctrl+H bu yoqda mana. Shu tariqa kerakli tugmalarni sozlashingiz mumkin.